Tak, bugun qo'ldan kelgancha tekstini ko'rsataman. Chunki aslida bu video qiyin, qisqa bo'ladi, faqat qiladigan ish ko'p bu videoni. Resume ikkinchisi yana nimadir. Xohlagan so'zimni yozaman, o'zingizlar tushunib ketasizlar. O'zingizlar ham endi xohlagan so'zinglarni ishlatishingiz mumkin. Xohlasanglar tizza deysizlarmi, cho'g'intoy deysizlarmi, xarakter deysizlarmi, u farqi yo'q. Oxiri qo'yitgan bo'lardi. Esimda emas uncha. Именно igrani shabloniga to'g'ri kelish shart emas. Qo'yitgan bo'lardi oxiri esimda. Tak. Mana shu joyga e'tibor qilinglar. To'g'ri kessanglar, iloji boricha bir xil qilib yaxshi chiqadi, chiroyli chiqadi. Ikkitasini bir xil qilib, uchinchisini uzunroq qilsanglar tabiiy bo'ladi. Og'alar, iloji bo'lsa menga video tashlamanglar, umuman odamzodga video tashlamanglar. Tashlagan videolarga faqat like bosadi, oxirigacha ko'rmasligi mumkin. To Instagramga qiziqmaslar, oxirigacha ko'rilishi kerak, o'sha muhim Instagramga. Misol men like bosaman, chiqib ketaman, tamom. Odamzodga video tashlamanglar. Iloji bo'lsa shu Instagramga video qo'ydinglarmi, tamom, chiqib ketinglar. Tashlamanglar video. Endi rang qizil bo'lish shart emas, sariq qilsanglar ham bo'ladi, effekt bersanglar ham bo'ladi. O'zingizlar ideya qilib ustida ishlasanglar, chotki narsa chiqadi. Основной sizlarga men shablonni ko'rsatib ketyapman. Ko'ringlar. Chotki. Bunga endi bitta ay degan bitta ovozcha qo'yasizlar. Mana u. Tushundinglarki? Hammasini to'g'risiga to'g'rilab, o'tadigan joyiga to'g'rilab qo'yasizlar. Endi men hozir tezlashtirib yuboraman bu joyini. Tamam, qiyin emas.